Okey, sorlashim tushunishlar. Biz konkurs o'tkazayotgandik, okalar. Yaxshi o'tdingizmi? Kamchilik bo'lmadimi? Ha. Nima kasb qilasizlar, oka? Taksi qilamiz. Okalar bizni bitta anaqa o'tkazamiz tadbirda. Doktorlarga sovg'a ulashamiz, shashlik bilan somsalarda soy bo'yiniki. Doktorman deb beringlar, shuni sovg'a berib olamiz, yopamiz. Suvib ketdi, kech bo'lib ketdi, ha. Bo'ladimi? Boshqatdan kelib berasizlar, ha? Uyatamasmi yoshingizni qarang. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tirdinglarmi, oka? Yaxshi o'tirdinglarmi? Kamchilik bo'lmadimi? Zo'rmi? Oka, qaysi kasb egasizlar? Biz konkurs o'tkazayotgandik. Doktor. Doktor, o tabriklaymiz. Qayerasiz doktorlar uchradi bizga. Mana tabriklaymiz. Sog' bo'linglar, xalqimizni, yurtimizni davolashinglarga tilakdoshmiz, xudo xolisa. Endi sir bo'lmasa, qaysi yo'nalish bo'yicha siz? Stomatolog. Siz qaysi yo'nalish bo'yicha? Urologiya. O endi odamlarga foyda bo'lsa, bittadan maslahat, vaqtingdan ko'p olmaymiz. Endi sovg'a berdi deb vaqt olsa, stomatologiya bo'yicha bir-ikki taqishadi-yu, o'sha to'g'rimi o'sha narsa, yoshlar? Masalan, simni aytyapsiz. Продолжайте. O'rama qo'yiladi. Ammo noto'g'ri aytman, shu o'sha narsa foydalimi? Taqish maslahat berasiz? Rahmat. Endi anaqa hozir ana prostataga rosa ko'p dorilar chiqib ketdi-yu. Endi foydali bo'luvchi odamlar eng yaxshisi qaysi? Shu nima deysiz? Endi prostataga Sinepar bilan Trimolda. O rahmat, sog' bo'linglar, kelib turinglar. Yürütemiz Nokia'da bir gün yaparım ana Tony Montana diyeyim. Gece uhlamin işledim